Assalomu alaykum hammaga. Bugungi Sotradon kvartiramiz Urganch Gullan ko'chasida 4 qavatli binamizda 4-qavatida joylashgan ekan. Hamma jihozidan narxi 320 million so'm. Lokatsiyamiz Avtodorojli kollej Temurgon bo'lgan. Askar Gamushning orqa qismida joylashgan. Inshaalloh bilan batafsil tushuntirib o'tsak. Hozirham kvartirani to'liq tushuntirib o'tsak, 4 qavatli binomiz 4-qavatida joylashgan ekan. Joyimiz o'rtacha, xullas. Sanuzellarimiz Aristona ega. Isudan ta'minotdan uzilgan tarmoqda uzilgan. Xonamiz akvaryumlar, shotka va oshxonamiz, gaz plitamiz, xolodilnikimiz bor ekan. Xullas, joyimiz zo'r. Yerimiz egasak. Stenkamiz bor ekan, mehmonxonamizda joylashgan. Xonamiz ishchi, balkonda kotyola bor ekan. Bundagina bu xonamiz spanyamiz. Turmosi, konditsionerlarimiz bor ekan. Bu oynalar ham o'zgargan ekan. Shunda ishchi bu ko'p odamlar xonani alohida qilib o'tdi. Narxi 2 sababda 320 million so'm, 4-qavat lokatsiya Jo'rabek son. Aloqa uchun nomerni aytaman 88 601 70 70 Wi-Fi tizimi bilan ega. Sog' bo'linglar, omon bo'ling. Joyimiz o'rtalik obunachilar.